Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi yana bir xonadonimizni montaj qilib yakunlandi. Bu yerga bergan ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, obyektimiz Namangan shahrida joylashgan, tashqari tomoni, ko'cha tomoni. Bu obyektimizga qilib bergan ishlarimizda romlarni plastik seriyada, eshiklarni alyumin profilda qilib berganmiz. Xo'p, birinchi darajali joylarimizga 6000 seriyadagi profilimizda imzo profilda qilib berganmiz. Podval qismiga ikkinchi darajali joylarga fortishkalarni akfa profilda qilib berganmiz. Hop, ko'cha tomondagi romlardan tushuntirish boshlaymiz. Razmerlarimiz 2.10 ga, balandligi 2.40 bo'lgan. Ikkita chekkasi ochilish, o'rtasi gulxon oyna. Fasonlar juda ham chiroyli chiqqan. Razmerimiz katta bo'lganligi uchun shunaqa fasonda qilganmiz. Oynasi yodgi oyna bo'lgan. Bu razmerda bir xilda 3 ta romimiz tushgan. Bir xilda 3 ta rom. Ranglar dupmoq rangda, oynasi yodgi oyna bo'lgan. Tashqari tomon ko'rinishi. Mansard teva qismimiz, ikkinchi etajimizga arkali romlarimiz tushgan. Bu ham o'sha 6000 seriyadagi romlar. Ikkiga bo'lingan, bir tomoni ochilish bo'lgan. Razmerlari bu ham 1.20 ga 1.75 balandlikda tushgan. O'rtadagi romimiz bor. Razmer kattaroq tushgan. Razmeri o'sha bir xil 1.20, eniga 1.25 atrofida bo'lgan. Balandligi o'rtadagi razmerimiz kattaroq bo'lgan. Tashqari tomon ko'cha tomoni juda ham chiroyli chiqqan. Tashqi fasadi. Obyektimiz ichkari tomon ko'rinishi, hovli tomoni. Hovli tomoni kirganimizda romlarimiz tushgan. Romlarimiz, eshiklarimiz. Hop, to'g'ridagi romlarimiz 80 ga 2.20 balandlikda bittadan ochilish qo'yib berilgan. Ikkita rom, oynasi yodgi oyna, podokonnilari bor. Testda ham o'sha bitta romimiz tushgan. Podval qismimizga alyumin profilda fortishkalarni qo'yib berganmiz. Hop, podval qismiga rangi dupmoq rangda, ranglarni bir xil qilib, romlarimiz ham mana 2.40 balandlikda, teng ikkita chekkasi ochilish, o'rtasi gulxon oyna. Xo'p, bu tomonimizda ham o'sha romimiz tushgan, plastik romimiz. Plastik romimizni mana yorug'lik o'tkazish uchun bitta rom tashalgan. Bular gulxoy holatda bo'lgan, ochilish bo'lmagan. Ikkiga bo'lib gulxoy qilib qo'yilgan. Bu tomonimizda ham o'sha romimiz tushgan. Tevasida ham romimiz bor. Hozirgi kunda plastik romlarimizni kvadrati $120 dan boshlab $180 ga chiqadi. Endi qanaqa holatda desangiz, razmeri, ishlatilgan mahsulotiga qarab narx-navosi o'zgaradi. Glavniy kirish eshigimiz. Glavniy eshigimizga hop termoprofildan eshik qo'yganmiz. Razmerlarimiz 1.40 ga 2.85 balandlikda, teng 2 ga bo'lingan. Ichida 0.8 li italyanskiy shatlankasi bor, yaltiroq, oynalari yodgi oyna. Glavniy kirish eshigimizga termoprofildan foydalanganmiz. Rangi dupmoqqa, o'zimiz milliy rangda, juda ham zo'r. Yopish juda ham zo'r. Termoprofilimiz ichiga 3 kamerali bo'ladi. O'rtasida poliamid qoplama sifatli 3 mexanizmlar. Eshigimiz ichkari tomondan ko'rinishi, shatlankalar, 0.8 shatlankalar bor. Yodgi oynamiz ichkari tomondan ham yaxshi o'tkazadi. O'zini maxsus plankalar bilan birgalikda qotirganmiz. Yon tomonimizda o'sha romimiz tushgan, ikkita chekkasi ochilish, o'rtasi gulxoy katta oyna bo'lgan. Zinadan chiqib ketishga panoramli bitta oyna qo'yilganda, bu faqatgina gulxoy, yorug'lik o'tkazish uchun qo'yilgan. Yon tomonimizda ham ikkita romimiz bor. Yon tomonimizda ham ikkita romimiz bor. Mana 80 li romlar, ikkitasi ham ochilish qilib berilgan. Xo'p, bu tomonimizda ham ko'cha tomon qaragan romlarimiz bor bitta. Hop, mehmonxonaga kirish. Mehmonxonaga kirganimizda ikkita romimiz tushgan. Razmerlari o'sha 2 metrga 2.40 atrofidagi ikkita romimiz tushgan. Oynalar yodgi oyna bo'lgan. Yodgi oyna ham xonani salqin qiladi, issiqlikni to'sadi. Ikkita chekkasi ochilish, o'rtasi gulxoy oyna. Mana o'zini podokonniylar bilan birga qo'yib berganmiz. O'zini rangida podokonni, standart podokonniylar bilan mana romlarimizni oddiy ochilish, chap tomon oddiy ochiladi. Plastik profilimiz 6 sm bo'ladi. 3 kamera bo'ladi. Har bir kamera issiq sovuq o'tkazmaslik vazifasini bajaradi. O'zini maxsus vodoseliflari bor. 6000 seriyadagi mana oddiy ochilish. O'ng tomoniga o'sha двойной открывание ochilish qo'yib berganmiz. Xonamiz juda ham yorug', yaxshi, salqin saqlaydi. Hop, obyektimizni ikkinchi etaj qismiga chiqdik. Ikkinchi etaj chiqqanimizda zinadan koridordan xonalarga bo'linadi. Hop, to'g'rida balkonga chiqish eshigimiz, ikkita chekkasida plastik romimiz, o'rtasida eshigimiz tushgan. Bu eshigimiz balkon chiqish eshigi bo'lgani uchun bu yerga alyumin profildan ranglarni bir xil qilib, oynalarni yodga qilib turib, eshik qo'yib berganmiz. Hop, yon tomonimizda bitta romimiz tushgan. Yon tomonimizda arkali romimiz 2 ga bo'linganda bir tomon ochilish qilib berganmiz. Hop,
xonalariga bo'lingan. Hop, bu tomonimizda ham o'sha romlarimiz tushgan, bittadan romimiz tushgan, bittadan ochilish qilib berganmiz. Mana yorug'lik o'tkazilishi ham yaxshi. Yod oynamiz yorug'likni ham oz-moz to'sadi, lekin xonani salqin qiladi. Xonani salqin qilib ushlaydi. Bu tomonimizda ham o'sha romimiz tushgan. Arkali romlar bittadan ochilish qilib berganmiz har bitta xonaga. Hop, bu tomonimizga chiqqanimizda navesimizni terrasi, garajimiz terrasi, bu tomonda ko'cha tomonga qaragan bitta romimiz tushgan. Mana balandligi ham katta, razmerlari o'sha 1.25 yo 1.30 atrofida edi. Balandligi 2.20 2.40 atrofida bo'lgan. Bir tomoni ochilish qilib berganmiz, mana. Plastik romimiz. Uzun podokonnliklar bilan birgalikda. Taraflama ochilish qilib, divaynat qilib. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.